meydanını boş koymadı. Şu münasebetlen bütün dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan Şarkı Türkistanlık Uygurlarga ben bu çağrıqni özümün şahsi namıdan çağrı qılıvatıman. Qarindoshlar, mening bu çağrıqimga bir quloq berib qo'yinglar. Bizning vatanimiz şu zalim kafirning tapini ostida şu kadar depsanda, şu kadar harvalat turibdi. Bu yolg'onchi kafirlar bütün dünyani aldatmak için internet bo'lsin, tashviqot o'rinlarida bo'lsin, hech kunduz uxlamay mücadele qilyapti. Bizning ishqotimiz her bir Uygur qarindoshlarımizdan özüm men ishqotiman deb hisob so'rab beqishni tavsiya qilaman. Chunki bu Sharq Turkiston yolg'iz maydonga chiqayotganidan doktorning boshqa qarindoshlarımızdan misal izchil turda qadam tashlab qarindoshlarımizdan emas. Chunki bu Sharq Turkiston bütün Uygur millatini Allah bizga bir nisb qilib bergan bir go'zal makoni. Uygurning yani Türk'ün atı yurtudur. Şu münasebetlen her bir vicdan ilgisi bo'lgan, her bir men erkek deb yaşayotgan, her bir men ona deb yaşayotgan xonim qizlar bo'lsin, erkeklar bo'lsin, men shuni murojaat qilamanki, Uygur bo'lsamiz, g'ururimiz, vijdonimiz o'zimizning yurtimizga qo'lingizni qo'yib, o'zingizni bir tinglab beqing. Sizning g'ururimiz, vijdonimiz mushak chiqmaslikqa zalim kafirning zalimligini tur deyishga nima yo'l qo'ymayapti-da? Buni o'zimiz bir dansab beqing qarindoshim. Yolg'iz 30-40 kishi bir yerga chiqsa, 30-40 kishining vatanimi? Siz shu vatanning suyini ichmaganmi? Havosini nafas olmaganmi? Shu go'zal vatanlarimizni sayr-sayrat qilmaganmi? Siz bu dunyolikni deb yashash uchun, yeyish uchun kelganmidingiz yoki Turkiyaga sayr-sayrat kelganmidingiz qarindishim? Mayli siz Turkiyada bo'ling, mayli Avropada bo'ling, mayli qayerda bo'ling, sizning imkoniyatingiz yetgan yerda bu vatanning, bu tuproqning davosini qilish mas'uliyatimiz bor va majburiyatimiz bor. Shaxsan bu mening fikrim, mening vatanim, mening ishim, mening ko'rishim, mening mujohidim deb men o'zimning shaxsiy nomimdan chiqmayman. Bu teşvikatını bu devletini şahsi namında kılıvatını. Çünkü vatan bizden, millet bizden, 35-40 milyon halkımız ayak tügep git vardı qarindoshlar. Qalan kişilerimizde körüvatsizler internetler ya naati yürekli iç turduğun, naati eğir 5 yaşlık 6 yaşlık balalarımızla yük takılarını kötürtüp, atalardan ayırıp, aşağıda mengalarını juyup, bizi karşı terbiyelemadık qarindoshlar. Oylab beqing, his qilib beqing, siz 5 yil kechikib beqing, 10 yil kechikib beqing, tasavvur qila olamsiz? Siz vatanga bering. O chaqda nadin keldim? Siz bu Turkiyada bo'ling, mayli qayerda yashang, siz baribir yabancı. Atuga vatanimiz qaysidir yabancı bo'lib qolmasligimiz uchun, men vatanning davosiga bir kishlik qadamingizni tashrif qiling qarindishim. Chunki siz mayli nerede yashab keting, siz yanada Sharq Turkistonlik. Bir gapni batdiku, oyoq mayli qarmaydi o'zingizni surtmasangiz bu nigir bo'lolmaysiz deydi bana. Siz nelik o'tkazsangiz bu shunalik bo'lolmaysiz. Chunki sizning yildizingiz Sharq Turkiston. Siz yana Uyg'ur bo'lib yashaysiz. Shuning uchun bir jiq gap qilib ketdik, ustozlar bo'lsin, mayli qandaq va qarindoshlar bo'lsin, bu to'g'ri nurg'un da'vatni qilib ketdi. Endi shundaq bir o'tib ketdikmikin bilmadik. O'zingizning qalbini, vijdoningni, g'ururingni bir aqtirib boqishingni tavsiya qilman qarindoshlar. Mushu maydonda ertaning yoqi chiqayotgan qarindoshlar davomga chiqyapti. Sizlarni kunda chiqinglar, kunda bir yoq ish qilmay, noyimay chiqinglar demadi. Haftada bir kun chiqing. Chiqalsangiz 2 kun chiqing. G'ayrat qilsangiz 3 kun chiqing. Damlashib, navbatlashib, xalq harakati bo'lgandan keyin bu so'rinni, bu maydonni bundaq bo'sh qo'yib qo'yishga qanday vijdonimiz chidayotdi, qarindoshim. Sizga mushundaq Alloh mush fursatni bermasa, mush zulmni turg'iz, ey zolim deb mushunga bir jur'at qilolmasangiz, siz qanday Uyg'ur, siz qanday musulmon, siz qanday Qur'onni o'qib, qanday hadis sharifni so'zlab yashayapsiz? Agar mushtaq bo'lib qolsangiz, men dinga kirmayman, men salohiyatim yo'q. Ammo o'zingizning yuragini tutib, o'zingizning g'ururini, vijdonni, Uyg'urligimizni aqtirib beqishimizni tavsiya qilaman. Xonim qizlar, onalar, jafo tortdinglar,
Kışning yoqi shunday sovuqda qor yog'simi, mildir yog'simi, maydonlarni bo'sh qo'ymdinglar. Sizlardan Allah razı olsun. Muşu qadamlaringizdan Allah tekrar razı olsun deyman. Hammamizning ajrini Allah bersin. Atigan uydan chiqqanda Allohning rizosi uchun deb chiqqan bo'lsak, Allah shunchalik mehribonki, uni bu yerda tasvirlab bera olmaymiz. Shuning uchun bu mujaddilimizda islab qolmasa qarindoshlar, bu kunlar shunday yaxshi, havo og'ash, nafas og'ash olsin bir şey kelib, o'zimizning vatanning davosini, qarindishimizning davosini, bolalarimizning davosini anglatish mas'uliyat, majburiyatimiz bor. Ya siz shunday rahat yashab ketyapsizsiz, ya shunday rahat uxlab ketyapsizsiz, shunday et bayramni o'ynab ketyapsizsiz. Dunyoga shunday berilib ketyapsiz. Kimiki dunyoga berilib shuni yo'liga mangadigan Allah Qur'oni Karim aniqlab qo'ydi. Men shu yo'lni sevib qo'yman dedi. Sizni shu dunyoning yo'li sevib qo'ydi. Qaniysa vatanlarni sevayotgan do'stlarimiz, qaniysa sevayotgan binolarimiz, qaniysa shu dunyolarimiz nimasi asqat sizga chaqmak tutarib akavodimiz bu Turkiyaga beg'am yashaydigan. Bunu bir o'ylash mumkin qarindoshlar. Sizning hayotingiz bizning bugun va erta kimning yo'q bo'lishi, uni Rabbim o'zi biladi. Shuning uchun bir kun bo'lsa-mu, soat bo'lsa-mu, mas'uliyatimizni, majburiyatimizni bir kishilik o'zimizning uyg'urligimizni ifoda qilishimizni tavsiya qilaman. Gaplarim ben qattiq ketgan bo'lsa, balki menda qattiq ketmadi deb o'ylayman. Chunki bu bizning qarindoshlarimizga, bizning uyg'urlarimizga gap ta'sir qilmas bo'lib ketdi. Chiroyli gapni gapaqdik, da'vat qilib, tavsiya qilib, Bika jurvatqanlığa hammadan bunchalar aldirash emas. Mishatkining ishi yo'q emas. Mishatkilim o'zininki ishlarini tashlab, hattoki mishxona qizlarimizning quchug'ida allay ballardan tashlab turib, mishaga o'zining bir kishilik qadamini tashrif qilib, o'zining tuqqanlarini, qarindoshlarini vatanining davosini qilyotdi. Faqasanning shu yerdan daringlar kam. Dunyoga bunchalar berilib ketmayli. Dunyoga hech kim boqibaqshanda emas qarindoshlarim. Oxiri insonning nafsi shu tuproqqa olganda to'ydi. Bu nafsimizdan biroz o'sib ketishimizni, o'zimizning Sharq Turklarni izlayotgan 35 million 40 million xalqimizning ovozi bo'lib, mishaga chiqib, o'zimizning bir kishilik burchimizni ado qilishimizni tavsiya qilaman. Bu ya doktorning ishi emas, yoki kasal ustozning ishi emas, yoki olimjonning ishi emas. Siz bu yerga chiqsangiz, bular uchun xizmat qilmaysiz, yoki boshqalar uchun xizmat qilmaysiz. O'zimiz uchun har qanday bir ishni qilsam, o'zim uchun qilyapman. Vatanim uchun qilyapman deb shuni yurakingizdan, qalbingizdan chiqarib, vatanning qaysi ishimiz bizning qulay bo'lsa, qaysi ish imkoniyatimiz yesa, shu uchun bir tirishib ekanmiz. U bizning bir saptir inson ekanligimizni isbotlab ko'rdi. Xayolimizda ketida bir yerga chiqib qo'yib namoyish nima qila oladi, nima ish qila oladi deb o'ylayapsiz. Namoyishni salchoqlamang. Bu az bo'lsa-mu, ko'p bo'lsa-mu, shu zolim kofir bo'lgan bizning g'azab nafratimiz. Shu zolim kofirdan o'zimizning qon qisosini olmoq bo'lgan mas'uliyat, majburiyatimiz. Safar bizdan, zafar Allohdan. Odamning o'z ko'pligiga boqmaydi. Vaqt kelganda yuzingizni poloda qilib, Sharq Turkiston qaysi so'zingizdan qaytsiz? Urug'qonlaringizni oldi, qaysi so'zingizdan chiqsiz? Biz mushtirlar yetayotganda, xonim qizlarimiz ezilib, dafsanda bo'layotganda siz nima dedingiz? Millatimiz uchun, vatanimiz uchun, shu urug'qonlarimiz uchun nima ish qildingiz desa, nimdab javob berasiz qarindishim? Men rahat ko'rib, hayotning fayzini surib, o'ynab yashagandim demsiz, siz insonsizlikka qayting. Hiç bo'lmasa, azroq bo'lsa-mu, vatanimiz uchun, millatimiz uchun, xalqimiz uchun, qarindishimiz uchun bu katta og'iz mushaga chiqib, yurak so'zingizni namoyon qilib, Xitoyga bo'lgan o'chmanlik nafratimizni ifoda qilsangiz, ey zolimligini to'xtat deyolsangiz, bu siz uchun muvaffaqiyat. Bu Allohning sizga bergan inoyati, rahmati qarindishim. Bundan ortiq ish bo'lmaydi. Siz bundan yo'g'in nimani qila olasizsiz? Bu kichigidan qilinmagan cho'ngini qanday qiladi? Siz ya binoning tepiga chiqib olib, tegidan boshlab salamsiz, tepidan salamsiz. Har qanday ishning muqaddimasi bo'ladi. Chiqadigan palampaydan bir palampay atlab chiqadi, chunki biz insonlik sifatimiz bilan. Shuning uchun bu bizning Xitoy konsul oldidagi namoyishimizni salchoqlab, kichiktoqlab, ko'zgilmaydigan nadonligimizni, o'zimizni bilimlik chaqlab, karamlab, kibrimizni tashlab. Siz emas, biz bulayli qarindoshlar, hammamiz mayli olim bo'lib keting, mayli nim bo'lib keting, mayli darnak boshlig'i bo'lib keting, mayli nimning boshlig'i bo'lib keting.
edik biz Tanrım oldida. Velikin tan emas davr oldida. Karanlab ketmegin omadlaringdan oxiri biz tanqilimiz qabr oldida. Mayli siz qanday olim bo'lib keting, professor bo'lib keting, doktor bo'lib keting, pulingizga katibay, yadimay ayrıklandim olib keting. Sizning bordigan yeringiz shu qabristonlik. Qarindishim, men kibrni tashlab, men emas, biz bulayli. Har qanday qarindoshlarimiz bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib, o'zimizning vatani, millati, xalqi qarindish uchun tirishib bir kishlik takbimizni qo'shaylik qarindoshlar. Men bu so'zni bek yaxshi qilolmay qoldim. Bugun sal men ochiqim keldi haqiqatan. Biz bu namoyishdan men kuni chiqolmagan bo'lsam-mu, bir kun aralab bir kun chiqyapman inshaalloh. Shu munosabat bilan qarindoshlarimni bir samimiy chaqiriq qilib keldi qarindoshlar. Turun siz mush zolim mush chakiyatkicha butun dunyo yer yuzidagi boshqa millatdan bo'lgan insonligi va qalbi zarrachilik insonlik bizga estoshlik qilyapti. Biz Uyg'urning davosini qilmasak, bilak adam biz uchun estoshlik qilyapsa, sen nimish qilyapsan, men boshni qilyapman deb vaqtlardan o'tirmaydi ko'krak kelib chiqamisiz? Siz qanday Uyg'urlik yashaysiz? Sizning musulmonligingiz qani? Musulmonlik davoringiz qani? Alloh taolo aytgan Qur'oni Karimda bizga nima degan? Men shu dinga kirmayin deb turib, men deb saldim, kechiring qarindoshlar. Mushu tajovuzchi zaminimdan bir g'ayrish desam kirganda sen uningga qarshi tur deb Qur'onda bizga aniq degan. Bir g'ayrish emas, butun egallab, butun xalqimizni, bolalarimizni o'rtaga urug' tutgan qarindoshlarimizni 5 yildan buyon bir ko'rishga, bir ovozini anglashga qodir bo'lamiz qarindoshlar. Bu bizning insonligimizmi? Yana insonligimizni da'vo qilmay, Xitoydan qo'rqib, shu Xitoyning zulmiga, shu Xitoydanki iskanchisiga mahkum bo'lib ketgan qarindoshlar, mishaga chiqishdan qo'rqatamsizlar. Menimcha bu adillik emas, Uyg'urlik adillik emas bu. Musulmonlik adillik emas. Biz men o'qib ketaylik, olimlik ketaylik, bo'lib ketaylik. Amaliy harakat etmay turib, amaliyatimizni ko'rsatmay turib, biz Allohning oldiga borganda hisob bera olmaymiz. Hisob bera olmaymiz. Shuning uchun misol qarindoshlarimizga tavsiya qilishim, internet hozir bak yaxshi bo'lib ketdi, balki de anglaysizlar, xo'shaqallar, xo'shaqbol olimlarni mayli, bir-birimizga da'vat qilaylik. Bir-birimizga Uyg'urlikni to'ntayli qaytadan tunmagan bo'lsak, o'zimizning mas'uliyat, majburiyatini ado qilaylik. Mening gapim mishagicha. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlar jiq so'zlab vaqtni olib qo'ydi. Alloh